Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar va hamkorlar. Bu ikkinchi video bo'ladi. Birinchi videoda esingizda bo'lsa, Xitoy platformasidan Binance'ga pul yechilganida 29-kuni. Mana bugungi o'zi pul kelib tushibdi hisobga. Mana Binance'ga kiramiz. Binance mana главный страницasi. Mana nimaga bosamiz? Aktivga. Demak, spotga kelib tushibdi pul. Mana kelib tushgan pul. Popoleniyga kelib tushibdi mana. $50 pul yechilganda $50 pul kelib tushdi. Endi bu pulni mana popoleniydan перевод qilib spotga o'tkazib olamiz. Maksimum spotga o'tdi. Mana spotni bossak, spotda ko'rinadi. Mana spotga shu mana o'zim pulim bor edi, ozgina kopeyka o'shanga qo'shilibdi. Xo'sh, endi mana obzor deganni bosamiz. Bossak mana Kupit degan joy chiqdi. Mana Kupitni bosamiz. Kupit O'zbekiston. Mana Kupitda turibdi. Endi bu kimda inglizcha bo'lsa buy bo'lib turadi. Biz sell, ya'ni продать. Sellga o'tamiz. Inglizchada sell bo'ladi. Mana mendagi bor kriptovalyutalar turibdi kosholigimda. Sizlar o'shani tanlaysizlar. O'zinglarniki USDTdan tanladik. Mana qancha sotmoq O'zbekistonga o'tkazmoqchisiz? O'sha $50mi? $50. Mana 50 yozasiz. Mana 50 yozsangiz, mana pastda kelib chiqardi. Mana lupa bilan kattalashtirib beraman. 636.000 qancha kopeyka. Mana bismillah deb turib, mana uni bosamiz. Подтвердить. Mana подтвердить deyapti. Подтвердить qilamiz. Обработка. Mana bo'ldi. 634.000 qancha o'zbek so'mi bo'ldi. Ko'rdinglar? Endi pulingizni chiqaraylikmi deyapti. Вывести деньги O'zbekiston. Mana shuni ko'ribkani bossangiz, mana karta raqam oldin kirib chiqqan, karta raqami turibdi. Продолжить deyapti. Продолжить. Mana bu yerdagi summani ko'rsatib turibdi. Qancha ekan? 634.065. Endi bu yerga shuni yozish kerak. Xo'sh, urishma 634.065. 84 ham bor ekan, bir kopeykasi. Mana 634.000 chiqarishga tayyor. Mana shu подтвердить knopkasini bossam, bo'ldi, mana shu pul chiqib ketadi. Mana bosdik. 627.000 qancha chiqyapti. Mana komissiya olyapti ana Coin kompaniyasi. Mana olayotgan komissiyasini ko'rsatib qo'yasizlarga katta qilib. Mana 6.340 so'm komissiya olyapti. Mana komissiya olyapti. Подтвердить. Mana pechatga qo'ydik. Bo'ldi, mana. Nima deyapti? Запрос на вывод средства отправлен. Mana keldi pul. Mana перевод на karta bir narsa geldi, uspешно deyapti. Mana pul keldi, ko'ryapsizlar mana. Endi kartamga kiramiz. Mana AVOga kiramiz. Ochil AVO ilgari.
Yani bu sal mecharroq kompaniya 2 soat ochadi приложениесі qilib bo'lmaydi. Mana pul yetib keldi. Endi bu pulimizni boshqa joyga o'tkazib qo'yaman, Mejlisbay kartani. Xo'sh, bir katta kartamga tanlaymiz. Qancha ekan? 627 ming. 627 ming 724. 627 ming 724. O'zi o'tkazib qo'yamiz kartaga. Bo'ldi, mana nima bo'lasiz? Kartamga o'tkazib qo'ydim, katta kartamga. Mana kartamga o'tdi pul. Bo'ldi, mana prosess